raqibni psixologik jihatdan ham mag'lubiyatiga sabab bo'ladigan usullardan ham foydalanganmi Amir Temur? Albatta, bor bunaqa narsa Amir Temurda. Sharofiddin Aliyazdiyda yozadi Zafarnoma asari kitoblarida, yoki Nizomiddin Shomiyning ham Zafarnoma kitobida ma'lumot keladiki, xuddiki 1391-yil 18-iyundan masalan To'xtamishga qarshi jangi. O yerda bir usul qo'llaydi. Jangga kirishdan oldin doshqozonlarda ovqat tayyorlanyapti va To'xtamish tomonidan qo'shin bularning bambayla xotir turganidan ruhiy o'zi tahlikaga uchadi. Shunda yana bir holat bo'ladiki, Sayyid Barakadan Amir Temur doim o'sha o'zining pirlariga juda e'tiqodi kuchli bo'lgan, ularni hurmat e'tiborini juda yaxshi ko'rgan, ayniqsa ulamo, olimlarga juda e'tiborli shaxs hisoblangan, ularning fikrlarini doim eshitgan. Shunda Qunduzcha jangida ham Mir Sayyid Barakadan shu duo so'raydi. Bu albatta nima uchun ulamolar yurgan? Ulamolar o'sha jangda borayotganda ruhiy, ma'naviy qo'llab-quvvatlab turish uchun ham, qolaversa jangga kirishga shar'iy jihatdan asoslash uchun ham ulamolar kerak bo'lgan. Jang o'z-o'zidan olib borilmagan. Jangning diniy qoidalariga ham, shariat qoidalariga to'g'ri kelishligi to'g'risida fatvolar bergan. Said Baraka ham o'sha yerda chiqib, qo'shinning oldida va'z o'qib, ya'ni kuchli ma'ruza o'qiydi va dushman yengildi, dushman qochdi deb yerdan go'yoki bir siqim to'proq olib dushman tarafga, To'xtamish qo'shiniga tomon to'proqni sochadi. Bu bilan demak qo'shindagi askarlarda yana ham ruhiyat juda kuchli bo'ladi va jangga shiddat bilan kirishib, To'xtamishning juda katta qo'shinini mag'lubiyatga uchratadi.